Qo'riqlash departamentiga tegishli bo'lgan elektromobilni so'nggi kunlarda ko'p foydalanuvchilar ko'rgan, tuning qilgani muhokama bo'ldi. Endi tuning ko'rsatim haqiqatdan hashamatli, chiroyli chiqqan. Lekin bir savol tug'iladi. Bu avtomobil tuning qilish budjetga og'irlik qilmaydimi? Nima deysiz? Bu e'tirozga sabab bo'ladi, chunki tushgan pullar o'sha avtomobilni qaysi tomonda o'zgartirishga sarflanishi bu to'g'rimi? Ijtimoiy tarmoqlarda o'zim ham kuzatdim. Kimdir e'tiroz bildirdi, kimdir yaxshi fikr bildirdi. Aynan ijtimoiy tarmoqda bo'lib o'tgan mana shu holatga izoh berib o'tadigan bo'lsam, qo'riqlash xizmati aytdim yuqorida ham, u o'zini o'zi ta'minlaydigan xizmat bo'lganligi sababli mana shunday avtotransportlar olib kelingan. Bu namuna sifatida respublika miqyosida bittan tashkil qiladi. Agarda mana shu avtotransportdan foydalanish, hozirgi kunda o'sha jinoyatchilarni turli xil yangi zamonaviy avtotransport deymizmi yoki boshqa narsalardan foydalanishda jinoyatchilikni oldini olish uchun namunaviy tarzda qilingan, o'zini oqlaydigan bo'lsa, keyinchalik faoliyatda yana qo'llanilishi rejalashtirilgan. Qonunni buzadigan yoki qonundan chetga chiqadigan hech qanday bir holat yuzaga kelmaganligini ma'lum qilamiz.